Endi olyapti. Zo'r. Keyingi asosiy o'tadigan mavzumiz o'quvchilar, sizlar bilan unreal condition, ya'ni if haqida gaplashamiz. If o'zi asosan noreal zamonlarda ishlatiladi. O'zi if tarjimasi bilasizlar, hammamiz lug'atlarda agar xo'p sa deb yodlaganmiz. Agar men o'qishga kirsam, misol uchun sertifikat olaman, sertifikatga tayyorlanaman. Agar men yaxshiroq o'qisam, universitetga kira olaman. Agar men sizni o'rningizda bo'lib qolsam, men nima qilaman? Yaxshiroq o'qigan bo'lardim. Agar qush bo'lib qolsam, Amerikaga chizib yuboraman. Shunaqa, ya'ni gaplarni gapirishda ishlatiladi. Ya'ni agar sa. Hozir boshdan ko'ramiz. Demak, bu if unreal condition type 0 dan boshlanadi. Type 0, type o'zi 4 ta type bor asosan. Ya'ni 5 ta type, 5-chi type kerak emas. U mixedda ishlatiladi. Asosan 4 tasi haqida gaplashamiz sizlar bilan. Demak, type 0. Birinchisi present simple eslaringizda bo'lsa, qoidasi bor edi. Umumiy va o'zgarmas haqiqatlar, ya'ni kimyoviy, biologik, fizik, matematik qonun-qoidalar uchun ishlatilar edi. Bu ham xuddi shunday. Umumiy va o'zgarmas haqiqatlar uchun ishlatiladi. Bunda endi formulasi if dan keyin to'g'ridan-to'g'ri present simple bo'ladi. Va gapning ikkinchi qismi ham present simple bo'ladi. Endi xo'p, buni durust qilamiz. O'zi present simple deganda faqat egadan keyin fe'l bir kelishi emas. Present simple deganda misol uchun siz can yozsangiz ham bo'ladi. Can ham present simpleniki, hozirgi zamondagi. Yoki must yozsangiz ham bo'ladi. Yoki modal fe'l have to ishlatsangiz ham bo'ladi. Yoki mana shu yerga imperativ buyruq ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerlarga buyruq, imperativ, buyruq shakli ishlatiladi. Umuman, present simple deganda faqat egadan keyin fe'l bir kelishini tushunmasligimiz kerak. Present simple can, I can swim, men sizni olaman. Bu ham present simple hozirgi zamon. You must study, siz o'qishingiz kerak. Bu ham hozirgi oddiy zamonda. Yoki have to, you have to do this thing, siz bu ishni qilishingiz kerak. Hozirgi zamonda yoki imperativ buyruq bersam, nimadir qilib, do this thing, bu ishni qiling hozir yoki close the door, eshikni yoping desam, buyruq bersam, bu ham present simple ishlatilaveradi. Asosan umumiy va o'zgarmas haqiqatlar uchun if unreal condition ishlatiladi. Bu endi qanday tuzamiz? Qarang. If agar the water boils, agar suv qaynasa, agar suv qaynasa nima bo'ladi? It turns into nimaga aylanadi? Vapor. Yoki it turns into vapor. U bug'ga aylanadi. To'g'rimi? Bug'ga aylanadi. Haqiqatmi bu? Bug'ga aylanmaydi yoki muzlab qolishi mumkin. Yo'q, bu umumiy real haqiqat. Yoki oddiy misol, if I misol uchun throw the pen, agar ruchkani uloqtirsam, if I throw the pen up, tepaga uloqtiradigan bo'lsam ruchkani, hop, it turns back. Yoki it nima deymiz? Agar ruchkani tepaga uloqtiradigan bo'lsam, it returns to the ground. U yerga qaytib tushadi. Agarda men penni tepaga uloqtiradigan bo'lsam, it returns to the ground. U yerga qaytib tushadi, yerga qaytib keladi u. Osmonda qolib ketmaydi-ku. Bu mana present simple, boils, present simple. If da aydan keyin fe'l bir kelyapti, bu yoqda ham fe'l bir kelyapti. Present simple, present simple. Agar men misol nima desak bo'ladi? Agar men suvni 100 gradusga qo'ysam, u qaynaydi. Misol shuni ham yozamiz. If we misol uchun uni yozaylik. Unday deymiz. If we freeze the water, agar biz suvni muzlasak nima bo'ladi? It turns into nimaga? Ice. U muzga aylanadi. Bu muzga aylanmay qaynab qolishi mumkinmi? Yo'q. Umumiy o'zgarmas haqiqatlar uchun ishlatiladi. Bu type 0si. If dan keyin present simple keladi. Endi type 2 ga o'tamiz, type 1 ga o'tamiz. Biz bu type 0 dan boshlanib, type 1 endi. Type 1 da sal pastroq buni amalga oshish misol uchun ehtimoli bor ish harakatlar uchun ishlatiladi. Sal tezroq yozib qo'yib ketdi. Demak, type 1 da bo'lsa, amalga oshish ehtimoli bor shakllar uchun ishlatiladi. Bu nima degani? Bu fizik, kimyo va haqiqat emas bu. Amalga oshish ehtimoli bor. Misol uchun, agar men qattiq o'qisam, universitetga kiraman. Bu amalga oshish ehtimoli bor. Qattiq o'qisam kirishim mumkin. Balki kira olmasligim mumkin, baliq ko'tarilib ketib. To'g'rimi? Agarda men hozir bu ishlarni ertaroq qilsam, misol uchun, onam meni jazolamaydi. Qaydan bilaman, jazolashim mumkin, to'g'rimi? Agar men uyni tozalab qo'ymasam, onam meni jazolaydi bo'lsa, u amalga oshishi mumkin, ehtimol bor. Qilmasam o'sha harakatni o'sha harakat bo'ladi. Yoki agar men yaxshi o'qimasam, men universitetga kira olmasligim mumkin. Kirishimiz mumkin. Misol, samgasiga oddiy ball pastga topshirsangiz kirib qolishingiz mumkin, to'g'rimi?
Ya'ni amalga oshish ehtimoli bor ish harakatlar uchun ishlatiladi. Misol, agar men uyga vasfani qilsam, ertaga ustoz meni maqtaydi. Agarda Tom bilan Ali maktabga o'z vaqtida kelsa, misol uchun darsga kechikmasdan ustoz ularni kirgizadi. Agarda men hozir ustozga hamma vazifalarni to'liq javob bersam, ustoz meni uydagilarimga telefon qilib, albatta meni maqtaydi desak, to'g'rimi? Agar men hozirdan yaxshilab ishlasam, oylik daromadim ko'p chiqadi. Ya'ni bu amalga oshish ehtimoli bor ish harakat. O'sha ish harakatni qilsam, o'sha ish harakat bo'lish ehtimoli bor ishlatiladi. Endi bunda qanaqa grammatika ishlatiladi? Bunda if dan keyin to'g'ridan-to'g'ri present simple ishlatiladi va gapning ikkinchi qismi endi future simple bo'ladi. Gapning ikkinchi qismi future simple da bo'ladi. Ana shunday. Biroz sepiroq ko'taraman, videoni to'xtatib type 0 ni yozib olishingiz kerak. Bo'ladi. If plus present simple plus future simple type 1. Misol uchun gap yozaman. If I study hard, agar men qattiq o'qisam, I will enter the university. Agar men qattiq o'qisam, universitetga kiraman. Kirishim mumkin. Mana present simple, will, future simple. Yoki if Tom cleans the room, agarda Tom xonani tozalasa, xo'p, uning mother will praise him. Onasi uni maqtaydi. Mana present simple, future simple. Agar shu harakatni qilsa, shu harakat bo'ladi. If I do my homework, agar men uyga vazifamni qilsam, teacher demak will not punish me. Ustoz meni jazolamaydi. If I do my homework, teacher will not punish me. Agar uyga vazifamni qilsam, ustoz meni jazolamaydi. Mana hammasi present simple, bu yog'i will, future simple bo'lyapti. Ya'ni amalga oshish ehtimoli bor ish harakatlar uchun ishlatiladi, to'g'rimi? Agar o'quvchilar ko'p telefon o'ynasa, ustoz telefonni sindiradi. Amalga oshish ehtimoli bor, to'g'rimi? Agar o'quvchilarga ustoz savol bergan paytda javob bera olmasa, ustoz tayoq bilan soladi. Amalga oshish ehtimoli bor. Ikkita darsdan boshlandi, ko'zlaringga qaranglar. Shuning uchun. Yaxshi. Buni tushundik. Bu type 1 deyiladi. Bu narsani real type 0 bilan chalkashtirmang. Type 0 da 100% amalga oshadi. Type 0 da 100% amalga oshadi. Kimyoviy, fizik, matematik qonun qoida u. Lekin bunda amalga oshish ehtimoli bor. Misol uchun qattiq o'qisam, universitetga kira olaman. Amalga oshish ehtimoli bor. Agar Tom xonani tozalasa, onasi uni maqtaydi, maqtashi mumkin. Agar men uyga borsam qilsam, ustoz meni jazolamaydi, jazolamasligi mumkin. To'g'rimi? Ana shunday. Endi keyingisiga o'tamiz. Buni yozib olasiz. Type 2 ga o'tamiz. Type 2 sal boshqacharoq. Sal ko'taramiz buni. Bunday qilsak ham bo'ladi. Buni qoidasi sal boshqacha. Demak, hozirgi zamonda o'chmay qoldi. Hozirgi zamonda amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun ishlatiladi. Faraz gaplar uchun ishlatiladi. Demak, hozirgi zamonda amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun ishlatiladi. Bu umuman amalga oshmaydi. Tasavvuringizda, xayolingizdagi gap nima? Umuman amalga oshmaydigan ish harakatda mana shu zamon ishlatiladi. Bunda if dan keyin endi men past simple ishlataman. Shu paytgacha past simple o'tgan zamon deb kelgan bo'lsangiz, endi past simple hozirgi zamondagi noreal amalga oshmaydigan ish harakat bo'ladi. If dan keyin past simple keladi. Mana bu qavsni ichiga men word yozib qo'yaman. Ya'ni was degan narsani unutasiz. I ga, he, she, it ga oldinlar was ishlatardik. To be o'tgan zamonda. Endi if noreal conditionda I ga ham word, he, she, it ga ham word ishlatamiz. Demak, gapning ikkinchi qismi endi ega keladi. Yoki would qo'yishingiz mumkin, yoki could qo'yishingiz mumkin. Ikkalasi ham xato emas, fe'l bir. To'rtcha qo'yib qo'yamiz. Mana shu grammatika bo'yicha noreal zamon yasaymiz. Noreal gap yasaymiz. If I were you tarjimasi if I were, agarda siz o'rningizda bo'lganda degani, agarda men sen bo'lib qolsam yoki agarda men siz bo'lib qolsam, misol uchun I would study, men o'qigan bo'lardim. I would study, men o'qigan bo'lardim. Siz o'rningizda bo'la olamanmi? Bo'la olmayman. Noreal amalga oshmaydigan ish harakat. Misol uchun if I were a bird, agarda men qush bo'lib qolsaydim, agar qush bo'lganimda edi, I could, misol uchun
fly to USA. Men Amerikaga uchib chizib olgan bo'lardim, ketib olgan bo'lardim. Mana if I were, if past simple bu yog'i would fe'l bir yoki could fe'l bir bo'lyapti. Amalga oshmaydigan ish harakat. Yoki if I nima deb hisoblanadi? If I were deylik, if I were a millionaire. Agar men millioner bo'lib qolganimda edi, agarda millioner bo'lsaydim men I would buy yoki I could buy farqi yo'q. I would buy demak BMW. Men BMW sotib olgan bo'lardim. Qanday hozir millioner bo'lib qolsaydim BMW sotib olgan bo'lardim. Bu uchalasi ham amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun ishlatiladi. Bu doimo hozirgi zamonda. Qaniydi uyga vasan qilib kelsaydim, ustozdan tayoq yemagan bo'lardim. Qaniydi kamroq telefon o'ynasaydim, ustozga ham uyga vasan chotga javob bergan bo'lardim. Ya'ni qilmagansiz, telefon o'ynagansiz, endi gazingizni olasiz. Bu narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi. Bu type 2 deyiladi. Hozirgi zamonda amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun ishlatiladi. Ha, type 1 bo'lsa amalga oshadi u. Amalga oshish ehtimoli bor. Agar men o'qisam, universitetga kiraman, amalga oshish ehtimoli bor. Agarda tomxonani tozalasa, onasi uni maqtaydi, onasi maqtaydi uni, amalga oshadi. Noreal emas u, aniq, real u. Agarda uyga borsam qilsam, ustoz meni jazolamaydi. Qanday ustoz jazolamaydi? U real, aniq amalga oshirsa bo'ladi. Lekin mana bu ish harakatni amalga oshirib umuman bo'lmaydi. Siz o'rningizda bo'lib qolsam, siz o'rningizda bo'la olmayman yoki agar qush bo'lib qolsam, qush bo'la olmayman. Agar millioner bo'lib qolsam hozir millioner bo'lib qolishim mumkin. Millioner bo'lish uchun yillar davomida ishlab, o'qib, yaxshilab o'rganish, kamroq telefon o'ynab, to'g'rimi? Zo'r. Endi type 3 ga o'tamiz. Oxirgi type deb qo'ysak bo'ladi buni. Xo'p. Buni yozib olarsiz degan umiddaman. Tez ko'tarib yuboribman. Xo'p, demak type 3 ga o'tamiz. Demak, type 3 da o'tgan zamonda amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun ishlatiladi. Faraz gaplar uchun. O'tgan zamonda amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun biz type 3 dan foydalanamiz. Mana bu hozirgi zamonda amalga oshmaydigan. Endi bu o'tgan zamonda amalga oshmaydigan. Oldin bir ish harakati qilgansiz, afsuslanib o'sha ish harakati qanday shu bo'lsa edi, agarda oldin qattiq o'qiganimda edi, universitetga kirgan bo'lardim. Endi qaytarib bo'lmaydi. Qaniydi oldin uyni yaxshilab tozalagan, kecha uyni tozalab qo'yganimda edi, onamdan urush eshitmagan bo'lardim deb afsuslanib o'tirib tashqari, to'g'rimi? Qaniydi uyga borsam to'liq qilganimda edi, ustozdan tayoq yemagan bo'lardim kecha deb tayoqni yeb ko'karib o'tiribsiz, to'g'rimi? Ana shunday, like this. Endi bunda if dan keyin sal boshqacharoq. If dan keyin endi biz past perfect ni ishlatamiz bu yerda. Past perfect endi bu tomoni xo'p ega keladi. Yo would ni qo'ying yoki could ni qo'ying, farqi yo'q. Endi fe'l bir emas, bu yerda have verb 3 bilan noto'g'ri fe'llar jadvalda bo'lmasa id ni ishlatasiz. Mana bu o'tgan zamon grammatikasi. Mana hozirgi noreal bo'lsa past simple would fe'l 1, o'tgan noreal bo'lsa past perfect would have fe'l 3. Buni esdan chiqarmaysiz. Misol uchun yozamiz. If I had studied hard. Agarda qattiq o'qiganimda edi, agar qattiq o'qisaydim, o'qiganimda I would have bunday deymiz. Wouldn't have failed. Failed exam, imtihondan yiqilmagan bo'lardim. Mana if dan keyin past perfect kelyapti, bu yog'i would have failed. Inkor bo'lsa not qo'shib qo'ysangiz foydasi yo'q. Emas, farqi yo'q. If Tom had cleaned the room. Agarda Tom xonani tozalaganda edi, virgulcha qo'yamiz. Uning onasi nima qilmagan bo'lardi? Uni maqtagan bo'lardi. Could have praised him, uni maqtagan bo'lardi onasi. Mana tozalamagan, onasi ham maqtamagan. Qaniydi tomxonani tozalaganda edi, maqtagan bo'lardi. Qaniydi men kecha ko'p telefon o'ynamaganimda edi, ustozdan ko'p tayoq yemagan bo'lardim. Shu gap ko'p ishlatdim men zo'r. Chunki haqiqatda u past perfect
could have fe'l ishlatiladi. Demak, ifdan keyin present simple keladi qachon? Umumiy o'zgarmas haqiqatlar bo'lsa. Ifdan keyin present simple, future simple keladi. Type 1 bu qachon amalga oshish ehtimol bor ish harakatlar uchun bo'lsa. Ifdan keyin past simple, would fe'l bir keladi qachonki hozirgi zamonda amalga oshmaydigan noreal faraz gaplar uchun. Ifdan keyin past perfect, would have fe'l keladi. Bu o'tgan zamonda amalga oshmaydigan faraz gaplar uchun ishlatiladi. If o'zi 3 tagina type